Assalomu alaykumlar. Charchamabsizlarmi? Yaxshimisizlar? Bugun 10 avgust ertalab soat 7 da topiladi. Quyonlarga ovqat beraman desam, qiziq narsani ko'rib qoldim. Mana ona quyon, bu qochgan edi esingizda bo'lsa, 1-avgustda qochgan edi-da bu. Aniq o'sha 1-avgustda men ko'zim bilan ko'rganim o'sha qochgani 1-avgust edi. Hop, adasi buni ya'ni eri to'yish. Mana bu oldin pastda turadi, xullas ana qochoq quyon bor-ku, o'shada bundan shu ustri. Keyindan qarasam o'tlarni uymatda o't tashab qo'ydim, og'ziga olib, bu anaqaga olib kelyapti. Xuddi mana uyga olib kelyapti. Mana uyga o't tashishni boshladi. Mana endi boshladi. Qani endi sabzi berdim, uni bildim. Xullas, hozir ham bu yoqda qo'yaylik. Buni bu yoqda qo'yapti. Sariq sabzi, mana bu nokmi, guruch ham uni bolalar yeb ishlab tashlagan ekan. O'shani berdim. Xullas, nima bo'pti? O'tlarni sekin olishni boshladi uyga. Uyga o'tlarni olishni boshladi. Bu nima degani? Bu degani shu tug'ishni boshlaydi xudo xohlasa degani. Lekin bu 1-avgustda qochdi. Xo'p, aldamchi bo'lish mumkinmi? Bo'lishi mumkin. O'sha instinkt qilib qo'ygan bo'lish mumkin. Homilador emas, prosta tak o'zi tug'isi kelgan. Hali tug'ishga bor. O'sha qilayotgan bo'lishi mumkin. Bir. Ikkinchisi, ba'zi qo'shilmagandi, mana bu shu jahlim chiqib shuni qo'yib yuborgandi. Mana podvalga shuni qo'yib yuborgandi. Mana bu bilan shuni podvalga qo'yib yuborgandim. Bir kun yurgandi. 2 marta shunaqa bo'ldi-da. Bir haftadan keyin yana qo'yib yuborgandim. Yurishgandi. Keyin yana ertasi yana qafasga tiqib qo'ygandim-da. Shunaqa qilgan edim. Balki o'sha payt qochgandir deb o'ylab qoldim. Bilmayman, aniqini bilmayman. Otasi kimligi aniq, eri kimligi aniq. Xullasda tushundingizlar. Xo'p, qachon o'sha nimani yig'ishni boshlaydi? O'tlarni yig'ishni boshlaydi. Bu tug'ishidan 3 soat oldin ham yig'ishi mumkin. 3 kun oldin ham, 5 kun oldin ham o'sha o'tlarni yig'ib, uya qurishni boshlashi mumkin-da. Hozir ayta olmaymiz bu. Bugun tug'adi, ertaga tug'adi deya olmaymiz. Agar o'sha qochgan kunini men aniq bilmasam, ya'ni o'sha 1-avgust deyapman, lekin 1-avgustdan oldin bu qochgan bo'lsa, ayta olmayman bugun ertaga. Shu 5 kun ichida tug'ishi mumkin. Tushundingiz? Endi ko'ramiz, kuzatamiz. Yana bugun kechki payt ko'ramiz. Hozir yana qo'shimcha o't tashab ketaman. Ko'ramiz. Agar yana ko'proq shu o't bilan yig'ib tuyini yulgan bo'lsa, tuyini yulmaganida, tuyini yulgan bo'lsa, demak oldinroq qochgan bo'ladi. Tushundingiz-a? Shunaqa gaplar. Ertalab o'zi har alohida bitta video qilaman, ertalab ishlar debdi. Ertalab men ularga suv beraman, granulasini beraman, o'tini beraman, agar ovqat tayyor bo'lsa ovqatini beraman. Ovqat deganda men bu narsani aytibman. Mana nima narsa? Bu qaynatilgan guruch, shu guruch suvini qaynatasiz, suv piqir qaynagandan keyin guruchni solib qo'yasiz. Ozgina qo'yib qo'yasiz, xullas guruch yumshoq bo'ladi. Hop, undan keyin kepak aralashtirib mana beryapman. Hozir shuni ozgina, muncha mana shuni hozir 5 taga bo'lib beraman, tushundingiz-a? Tasavvur qiling, 5 taga bo'lib, solib chiqaman. 6 taga bo'lib beraman. Shu bolalariga ham beraman, bolalar yemasa. Hozirlar ham mazza qilib buni ostida ko'rsataman. Bolalariga qo'rgan o't tashagandan o'zi taqab tashlashibdi qaranglar. O't qolmagan. Men bundan olib kelgandim. Oldin bor edi, mana shuni endi hozir marshrutga tashlab qo'yamiz. Mana bunga qo'yib qo'yamiz. Shu don yeydigan joyi bo'ladi. Mana suvi, doni shunaqa turadi. Birinchi doni, keyin suvini qo'yib qo'yamiz. Xudo xohlasa. Shunaqa gaplar. Hozir men buni teshib qo'ydim mana. Mana bularni sim bilan olib, maqsadga olib chiqsam bo'ldi. Xudo xohlasa shunaqa gaplar. Buni video qilish hozir video qilish umuman niyatim yo'q edi, to'g'risi. Men buni xatti-harakatini ko'rib, bitta ovoling videoga dedimda, video olib qo'ydim. Shunaqa gaplar. Mana yordamchim keldi. Quyonlar o'ynashni yaxshi ko'radi. Mumkin emas, Muhammad Rakim, bolam. Qisasan, sipak. Men shu ancha o'ziga yeb qoldi, xudo xolasa. Qo'rqmasdan. Mana shu qulog'ini mana bu yoqda yarasi borga o'xshayapti, qaranglar. Ko'rsangiz endi unaqada yaxshi ko'rinmaydi videoda. Endi bunga hozir dorisini olib kelamiz, surtib qo'yaman, xudo xolasa. Dorilari bor edi, surtadigan. Qo'y qisasan, qo'y.
Bunlar shunaqa gaplar. Hozir o'ynar charchamanglar. Hozir ovqat berishdan sizga ko'rsataman. Mana hisob bo'ldi, mana ko'rdingizlar. Bunga ham bor, mana. Yana bittaga 6 taga bo'ldi, mana berdim. Mana qaranglar. Yishiga qaranglar mana, maşallah. Bo'ldi. Mana quyonlarim shu kameradan uyaladi-da. Telefonni olib borsa, oling telefonni deydi-da, mana. Ko'rdingizlar mana. Mana o'ziga hisob qo'ydim, maza qilib yedi. Xudo xolasa mana bunaqa idishlarni zakaz qilganman 10 ta. Shu keladi, hammasiga qo'yib tashlayman. Granulasini o'shanga beraman. Mana bunaqa idishlarga keyin bunaqa beraveraman. Ovqatini. Mana. Qo'yinglar. Yo'q. Ke, baq, ke. Ovqat yenglar. Hozir ko'rasizlar yeyishini. Ko'rdingizmi? Tap yeyishyapti. Mana. Maza qilib yeysiz. Aytganimdek ichida guruch, kepak bor. Endi ozmoz makkani maydalanganini solsangiz bo'ladi. O'zingiz makka olib 5000 so'mdan kilosi olib, o'shani dirillatib maydalagich bo'lsa, yoki maydalagich maydalanganini ham sotadi. O'shani bir qism olib turib, solib, aralashtirib olasiz. Mana bu quyonni qarang, mana shu qafas kichkinada bu, yetmayapti. Mana o'rtada перегородкасы bo'lgani uchun bu o'tolmayapti-da. Bu o'zani menda nima Farsach Help qafaschasida bu, tushundingizlar? Tez yordam qafaschasi shu kasal bo'lsa, izolyatsiyaga olib qo'yadi. Buni list olib keldim, xudo xolasa, martlagan listlarni qo'yaman-da, botlagan listlarni qo'yib, xudo xolasa o'tkazib qo'yaman. Bugun o'tkazsam ham bo'lar ekan, bugun o'tkazib ketaman shu. Nasib qilsa, mana bu joyga mazza qilib yotsa, oyog'imni uzatib, kelgandan keyin o'tkazsam ham bo'ladi. Xullas, mana bu hozir qafasini qo'ysam, inshaalloh bunaqa bo'ldi. Gap bilan bo'lib ketib, nima bilan berish esdan chiqib ketganlar. Qo'yilgan kuttirib qo'ymaydi. Ona qo'yonimiz bor. Ona qo'yonga mana shuni beramiz. Mana yeb tashlagan bo'ldingizmi? Mana shu olamiz. Endi men bu yerda qarang, sabzi ham berganman, o't ham berganman, buni ham berganman. Nima uchun? Chunki men bunga kechgacha qaramayman-da, o'sha ishda bo'laman. Qarashga vaqtim yo'q bo'lagan. Onajonimni o'zi tog'lari, jo'jalari bor. O'shalarga qaraydi. Mana qilib endi ikkita qo'lda tezroq bo'ladi. Yanada nima qilamiz? Xo'p, buni olib mana shu hozir yotaryapti mazza qilibdi, menimcha. Qo'lni ko'tarib qo'ying, ko'rdingizlarmi? Buni olamizda tagiga qo'yamiz. Tagida patnisi yo'q, mayli-chu. Tiqib qo'yiraman, beton-ku ba'zi olib turaman vaqtinchalik. Mana bir list 10 metr olib keldim. 1 metrdan ikkita chiqadi mana shunda. Men 10 metr olib keldim, xudo xolasa. Yana ham qimmat ekan. 50 necha ming so'mdan oldim-da. To'rligini. Uchliga bor ekan, u anaqa ekan. Hozir olib bera olmaymiz, kranimiz ishlamayapti. Ertandan kelasizda. Olib bera bor to'rligini dedim, olib keldim. Xullas shunaqa gap emas. Mana. Mana qilib o'tkazdim. O'tkazdim. Cho'tta sal qo'rqitgandek. Yog'chiga qarang, endi mazza qilib yotyapti, ko'rdingizlarmi? O'tlarni tashlab qo'ydim, mana bemalol uzayib yotyapti. Hali o'rganishib ketsa, bunaqasiga yotsa, xudo xolasa, bemalol bo'ladi-da. Hatto qisilib qolgandi-da. Mana bilan berib qo'ydim, mana mazza qilib mana kallasini tiqib ovqatini yeyapti. Mana suv idishiga qarang, suv ichyapti. Shu sal pastda bo'lib qolibdi, ko'rdingizlarmi? Shuni tepaga chiqarib qo'yish kerak ekan, ha. Sal yana ikkita kletka tepaga chiqarib qo'yishim kerak ekan. Xullas mana top-toza mana bog'lanib turibdi. Hayot jid qilib yeyapti. Faqat buni ilib qo'yish esdan chiqib qolibdi. Xudo xolasa hammasi cheki-buki. Men ishga ketdim. Omon bo'lgan charchamanglar. Ko'rishguncha, xudo xolasa yangiliklar bo'lsa, albatta sizlarga aytaman.